Xorazmdagi yoqilg'i quyish shoxobchasida baxtsiz hodisa yuz berdi. 21 yoshli yigit benzin saqlanadigan idish ichiga tushib, uni tozalamoqchi bo'lganida o'tkir hiddan zaharlanishi sababli vafot etdi. Ma'lum bo'lishicha, holat Xorazm viloyatining Shovot tumanida 27-mart kuni sodir bo'lgan. Qayd etilishicha, yoqilg'i shoxobchasida ishlovchi 1999-yilda tug'ilgan fuqaro vafot etgan yigitning otasini oldiga borib, undan benzin saqlanadigan idishni tozalab berishini, ish yakunlanganidan keyin xizmat haqqi olishini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, ota va o'g'il benzin saqlanadigan idish ichiga narvon orqali tushadi. Shu vaqt o'g'ilning tobi qochib hushidan ketadi. Otani-ku qutqarib qolishadi, ammo o'g'il idish ichida qolib ketishi oqibatida vafot etadi. Ma'lumot uchun, ota va o'g'il benzin sisternasini avval ham tozalab berishgan va har bir ish uchun ular 100-150 ming so'm xizmat haqqi olishgan. Ayni vaqtda mas'ullar tomonidan o'rganish ishlari olib borilmoqda ekan. Hurmatli fuqarolar, hech qachon siz uchun noma'lum bo'lgan chuqurlarga yoki bo'lmasam yoqilg'ilar saqlanadigan idishlar ichiga tushmang. U yerda sizni katta xavf kutayotganini yodingizdan chiqarmang.